Hello do'stlar, biz uy zakaz qilamiz. Aman mana buni esinglar. Yo'q, buni emas. Mana shuni. Aynan hozirga shunaqa ko'rinish uchun mana xullas mashlarda mana shuni esinglar. Mashina chiqadi. Endi bitta Minecraft yozasizlar. Keyin esa bo'lsa mana bu nima endi? Ha, bu ikki marta chiqarganman demak. Keyin buni 100% hamma biladi, mayli ko'rsatib qo'ying. Mana bu play beta va ana shu play beta esinglar. Shu esinglar. Mana qoni mana biz monga qilganmiz lekin mana shuni sizlarga mana shuni esinglar. Chiqarib beradi. Hozirlarga ko'rsat. Hop. Meni uyimni oldigida mash tomonlarga ham qurildi. Bilgan bo'lsanglar, mash tomonlarda yo'q edi. Mana mash yerga ham qurildi. Hamma yerga qurildi. Keyin bu naryoqlarga qurildi. Bitmagan turibdi. Shuni buni mashinalarga qurildi. Ma'lumotda o'zimiz uyimiz. Boshda mana ko'rib turganlaringlardek qalam. Voy. Endi shu yerda bitta narsaga e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu yerda esinglar. Yo'q, bu boshqanaqa ekan. Ha, yana bitta ko'rsatga yonida uy yoshda qayda. Bu yerda mashina darvoza paydo bo'lardi. Ha, mayli. Shu ham bo'laveradi. Hop. Bu yer cho'miladigan yer bo'lsa kerak. Shunda holatda. Hop. Yana nimalar bor? Ko'rsatamiz. Mana bu yerda ovqatlar bor. Bemalol yeyishlar mumkin. Mana. Kuymalar просто nima qilib beradi?
savolda voy. O tüymeni ezishim kerak. Menga turaman, meni urarmikan. Urmadi-ku. Ko'rilam hozir kirib ketdim. Shunday bu. Yana bu. Ko'ramiz. Ana. Qamishi. Minecraft xotirasida. Bu yerda yashiringan sandiq nomi. Bunga bemalol o'zinglar xohlagan narsalar qo'ysalar bo'laveradi buni. Shkafda bo'ladi. Ko'rgani. Bu yerda ichiga narsa qo'yib qo'ysalar otib beradi. Masalan, hop. Yo'q. Masalan, nima qo'yamiz? Ovqat qo'yaylik. Hop, unda ovqat. Qani. Ko'zim ko'rmayapti ovqat. Ha, bo'ldi. Bitta pishmaganlari. Nimaga aynan pishmaganlar? Men faqat shunaqa tovuq oyoqchalarini yaxshi ko'raman. Xullas. Shuni bunday qilib qo'yib chiqaman. Nargisiga ham bunday qilib turib, buni bunday qilib qo'yib chiqaman. Bunda otsam chiqadi. Ko'rdinglar? Pishmaydi albatta. Bu yerga nasib qo'ysa bitta otadi. Shunaqadan bu yerda qo'yibasizlar. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr.